Bugun sizlarga Toshkent City'da Garden'da ko'rib turgan novostroykalarimizni birinchi etajida o'ziga tegishli bo'lgan огороди va terrasasi bor. Uyimizda 85 kvadrat, 3 xona, 30 kvadrat terrasasi bor. Marhamat, uyni tomosha qilamiz. Ketdik. Televizor ko'radigan zonamiz, ya'ni mehki zona. Bu yerda mana kreslosi ham bor va qo'shimcha 6 ta odamga ovqatlanadigan stol-stullari mavjud. Uyimiz do'stlar sotilyapti. 3 xona, asosiy kiraverish qismi bu tarafda. Yonimizda ahamiyat berasizlar, studiya emas, полноценный kuxnya. Kuxnyamizning hamma texnikalari importni boshqa. Bu yerda mana hali boshida ko'chadan kirib kelganingizda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bu yerdan ham terrasasiga chiqish bor. Uyimizda ikkita sanuzel, bitta sanuzel общий. Bu yerda vanna turibdi. Rakvina va hojatxonasi bor. Qo'shimcha stiralniy mashinka, prachka deymiz. Uyimizning asosiy xonalaridan bittasi. Buni ham detskiy xona qilib yoki взрослый xona qilib ishlatsa, foydalansa bo'ladi. Подростковый bolalar uchun ham xonasi tayyor. Oyoqlarimizning tegi kafel bor joylarda to'pli pol 100% bor. Ota-onalar xonasi, asosiy xonasi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonada texnika 100% mavjud. Uyi remontiga ko'rtirgan bo'lsangiz, stiliga ahamiyat beringlar, baho berib o'tasizlar. Bu yerda ham 65 talik televizor turibdi. Har bitta xonada televizor, konditsionerlari bor. Bu mana shkofi va родительский xonani o'ziga tegishli bo'lgan dushovoy kabina. Do'stlar, uyimiz sotilyapti. 3 ta xona, 85 kvadrat va 30 kvadrat terrasasi bor. Uyimizda yangi hech kim yashamagan. Toshkent